Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda biz artigraf nahriy rejimida bazamiz grif bo'lib ketgan ekan. Shunga yangi bazani qurib yuborishga qaror qildik. Xullas mana bizni grif bo'lib ketgan bazamiz to'g'ri unchalik grif bo'lmagan edi. Men o'zim bazamizni saqlab qo'yganman. Shulkerlar olib kelib turib hamma narsani ko'chirib qo'yganman. Absidalarni ham o'zim olib qo'yganman. Hammasini saqlab qo'yganman. Hozir bitta joyda borib turib, Nether tepasiga baza qurishga harakat qilamiz. Nether tepasiga quramiz. Ilyut hech kim topolmaydi. Qani bo'lmasa videoni boshladik. A few moments later. Mana ro'parasi bitilganda o'zimizni baza quradigan joyimizni topdik. Endi toshlar kelamiz. Endi shu toshlar bilan eng tepasigacha, endi blok ko'rmaydigan joygacha hozir qurib chiqishimiz kerak. Bundan keyin tepasidan bomba tashlab grif qilish qiyin bo'ladi. Yo bo'lmasam grif qilish uchun full obsidian qilamiz. Chekadan bomba tashlash kerak, yo bo'lmasam pastdan qanaqadir qilib bombani tepaga ko'tarsagina bizning bazamiz grif qilishni boshlaydi. Bo'lmasa bu yoqqa tezlashtirilgan kadr ketdi. Men bu yerda baza qurish uchun kerakli bo'lgan obsidian shulkerim olib turib, o'zimiz bazaga qaytdim. Chunki men u yerda ender chestim yo'q edi, shunday spawnga kelib turib, yana boshqatdan bazaga qaytdik. Endi shu obsidianlarni tepa bilan past o'rab qazib chiqamiz.
bazamizdan narsalarimizni shulkerlarga solib, endacha simga olib qo'ygan edim. Endi shu shulkerdagi narsalarni men sizga ko'chiryapman. Videoni shu yergacha tomosha qilganinglar uchun hammaga rahmat. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Meteor bo'ldi. Hammaga xayr.